Milliy sertifikat imtihonida tushadigan 45-misollarga ham namuna ko'rsating deganlar uchun 30-dekabr kuni tushgan bir savolga yechim qilamiz. Xo'p, uy berilyapti o'rtoqlar. Tom qismi prizmadan iborat ekan. Asosiy tomonlar 8 ga va mana bu yeri 5 deyilyapti. Endi aytilgan tunikadan ikkita yonyoqi tunikadan qilinadi. O'sha tunika so'ralyapti bizga o'rtoqlar birinchi bo'lib. Xo'p, asosi esa mana bu uyning tag qismi, xo'p, parallelpitdan iborat ekan. Ikkita yonyoq kvadrat mana 8 ga, bu yeri ham 8 ku. Mana shu yer kvadrat, orqa tomon ham kvadrat va yon tomonlar va ostki qismi bular hammasi parallelpit 12 ga 8 tomonlar. Endi biroz yaqinlashtirib olaman, birinchi tunikani hisoblab chiqamiz. Qarang. Demak, tunikani topish uchun birinchi biz mana bu yuzani topishimiz kerak. Bu yuzani topish uchun ko'rinib turibdiki 5 ga mana bu o'lchamni ko'paytirish kerak. Bu yer 12 pastga qarasak. Demak, S1 5 bilan 12 ni ko'paytirib qo'ysak 60 bo'lyapti. Endi S2 bu tomoni. Mana bu yer baribir ham 12, bu yerini topib olishimiz kerak. Endi mana bu yer, lekin bu yer 5 emas. Uni kosinusda termas 8 5 deb bu yerda x deb topamiz. Demak, x ni kvadrati 8 ni kvadrati 64 plus 5 ni kvadrati 25 minus 2 ko'paygan 8 ko'paygan 5 ko'paygan kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2. Bular qisqarib ketadi. X kvadrat mana shu yerdan 49 ga teng bo'lib qolyapti. X esa 7 ligini bilib olamiz. X 7 bo'lsa, demak S2 o'sha 7 ni 12 ga ko'paytirar ekanman, 84 bo'ladi. Jamini qo'shib qo'ysak 144. Shunda birinchi savolga javobda uyning tom qismini qoplashiga necha metr kvadrat tunika ishlatilgan degan bunga 144 degan javob belgilaymiz. Endi keyingisi, endi hajmini hisoblashimiz kerak, uyda hajmi. Uyda hajmini hisoblash uchun biz birinchi prizmani hajmini topib olishimiz kerak. Prizmani hajmi ustini topamiz-da hajmini. Xo'p, asosini, yuzasini balandligiga ko'paytirishimiz kerak. Shunda V1 teng asosi uchburchak bo'lgani uchun 1 taqsim 2 AB sinus alfa 5 ko'paygan 8 ko'paygan sinus 60 gradusda ilzosi 3 taqsim 2 o'shani balandligi 12 ga ko'paytirishimiz kerak. Buni hisoblasak o'rtoqlar necha bo'ladi? Xo'p, 8 ni 4 ga bo'lamiz. 2 10 120. 120 ildizda 3 bo'lib qoladi. Endi V2 bu parallelpitni ham hajmini topamiz. Parallelpit hajmi tomonlari mana. Bu yer 8, bu yer 12, balandlik 8. 8 ko'paygan 8 ko'paygan 12. Shunda V2 ni 768 ligini topib olamiz. Ikkovini qo'shib qo'yamiz. 768 ni qo'shamiz. 120 ildiz ostida 3 ga. Shunda ikkinchisining javobi mana shunday ko'rinishga kelib qoladi. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Fevral imtihonigacha 150 ta sertifikat imtihonida tushgan yoki tushishi kutiladigan savollardan ishlab ko'rsatib boraman. 50 mingta bo'lishimizga ozgina qolyapti o'rtoqlar, shuning uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.